Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Biz materialimizga rangi o'chib ketmaydi deb 10-15 yil garantiya beramiz deyapmiz. Nima uchunligini aytaman men sizlarga. Buni bir nechta sabablari bor. Biz ishlatadigan mana bu oq kroshka, qum deymizmi, mramor toshda qumi, bu narsa mana bunday jelezo oksidli pigment. Buni har xil ranglari bo'ladi. Kerakli rangda mana shu kroshkamizni bo'yaymiz. Endi deylik, mana bu tosh, mana shu bizning kroshkamizni bir donasi deb hisoblasak, biz bu toshni ranglaganimizda toshni faqat yuzasi emas, balki mana bu orqa taraflari ham ranglanadi. Va yana bitta mana bu oq kroshkasi mineralda xususiyati shundaki, bu rangni o'ziga oladi, singib oladi. Ya'ni biz buni ranglab turib qaytib yuvganimizda ham qaytib oppoq holatga kelmaydi. Ranglangan rang qoladi. Shuni hisobiga material rangni o'zida uzoq muddat davomida saqlab turadi. Va yana bitta eng muhim sababi, biz ishlatadigan polimer klayimiz mana bu toshni ustini, oldini, orqasini har tomonlama qoplab olganligi uchun materialning umri yana ham uzoq bo'ladi. Endi shu narsani materialda o'zida ko'radigan bo'lsak, mana bu gibkiy kamen, mana oldi yuzasi, orqasini ham mana ko'rishimiz mumkin. Orqasida ham o'tgan, ya'ni bu orqa tarafi ham xuddi mana shu rangda ekanligi. Endi razrezda ko'rishda iloji yo'q, juda yoki bo'lmasa mana bu plitkamiz. Bu qalin tarkibini qarasak ham qop-qora, orqasi mana qop-qora, mana bu devorga yopishadigan tarafi. Mana bu yuzasi mana. Shuning uchun qadrdonlar, agar siz fasad uchun material qidirayotgan bo'lsangiz, mana shu gibkiy kamenga, egiluvchan plitkalarga albatta qiziqing, foydalaning. Rangi o'chib ketmaydi, kafolat beramiz.